Henry Kissinger Xitoyni maxfiy ziyorat qilib 3 oydan keyin, ya'ni 1971-yil 10-oyning 25-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 26-navbatlik umumiy majlisida Xitoy davlatining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi vakilligini Tayvandan kommunist Xitoylarga ilib berildi. Buning bilan kommunist Xitoylar Birlashgan Millatlar Tashkilotida Tayvanning o'rnini ilib, veto huquqiga ega 5 davlatning biriga aylandi va xalqaro siyosat maydonidagi muhim bir rolchi qatoriga tizildi. Henry Kissinger maxfiy ko'rishishda Xitoy bilan nimalarni kelishganligi ochiqlanmagan bo'lsa-mu, keyingi yillardagi Xitoyning ichki va tashqi siyosatlari buni oydinlashtirishga boshladi. Albatta bu yerda Henry Kissingerning orqa ko'rinishi bilan ozroq to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ldi. Henry Kissinger 70 yildan ortiq Amerika siyosatining markazidan o'rin oldi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlik vazifasida 50 yil ichida 10 dan ortiq kishi almashgan bo'lsa-mu, uning o'rni hech almashmadi. U faqatla tashqi ishlar ministri emas, balki butun Amerika prezidentlarining aqliy yetakchisi bo'ldi. Natsistlarning qirg'inchiligidan qochib, Amerikaga ko'chib kelganiga qaramay, vazifa ijro qilish jarayonida millionlagan begunoh jonlarning qatlamiga sabab bo'ldi. Dunyoning bo'lib musulmonlarning beshiga bulay musibatlarni elib keldi. Bangladeshda 3 million, Vyetnamda 2 million, Kambodjada 1 million, Laos va Sharq Timurda 400 ming, Falastinda 100 minglagan bolalarning va ayollarning va erlarning o'limiga sababchi bo'ldi. Hatto u 1987-yilgi Tiananmen qirg'inchiligida kommunistlarning qurol kuchi ishlatishini qo'lladi va Amerikani buning bilan Xitoyga qarshi besim ishlatmaslikni, aksicha savdo va diplomatik munosabatni saqlashni ta'kidladi. 2011-yili nashr qilingan Xitoy haqida degan kitobida Tiananmen voqeasini Xitoy hukumatining davlat muqimligini saqlash tirishchanligi deb ko'rsatdi. Bir qism davlatlar tomonidan urush jinoyatchisi deb e'lon qilinishiga qaramay, Nobel tinchlik mukofotiga erishdi. Albatta bu qism filmimizda vatanimiz Sharq Turkistonga bog'lanish bilan qismdan to'xtalib o'tamiz. Henry Kissinger hayoti bo'yicha 100 qitimdan ortiq Xitoyni ziyorat qildi. Xitoylar uni Jungoning sodiq do'sti deb ataydi. U Harvard universitetida doktorlikda o'qiyotganda Yahudi lobbichilardan Rockefeller oilasi uni bayqaydi. Rockefeller oilasining dunyodagi eng cho'ng boy Yahudi oilasi ekanligi sizlarga sir bo'lmasi kerak. Kissinger bu oilaning aqllar ombiri tashqi munosabatlar kengashiga qatnashadi va u yerda nurg'un tadqiqotlarga yetakchilik qiladi. Henry Kissinger ayni vaqtda David Rockefellerning inisi Nelson Rockefeller bilan tanishqaydi. Nelson Rockefeller 60-yillarda New York valisi, 70-yillarda Amerikaning muavin prezidenti bo'lgan edi. He did. Actually, I guess I was the first one who got to know him because he was a member of an organization called the Council on Foreign Relations in New York, and there was a study group at that time that he, as then a young instructor at Harvard, I was so impressed by him that I introduced him to my brother Nelson, who was then governor of New York and was then considering seeking the presidency of the United States. They became great friends, and actually Henry became Nelson's foreign policy advisor as long as he was in public life, and I think is one of the remarkable international statesmen in the world today. Even 30 years after he was Secretary of State, he is still asked by heads of state when he travels the world. U dunyo iqtisodining jon tomirini qo'l tutayotgan Yahudi lobbiylarning orzusi bo'yicha Amerikani yetaklab bu qatordan Amerika o'zining eng chong dushmani bo'lgan Xitoyni o'z qo'li bilan yuksaltirdi. Buning loyilguvchisi dal Henry Kissinger edi. 1971-yilda Kissinger prezident Nixonning davlat bexatarlik maslahatchisi edi. Bu sovuq munosabatlar urush yillari bo'lib, Amerika Sovet ittifoqi va Jungoni o'z ichiga olgan kommunistlar lagerlariga qarshi turadi. U Sovet ittifoqi bilan Xitoy munosabatining buzilishini fursat deb bildi. 1950-yilga qadar Xitoy Amerika bilan bo'lgan tashqi savdoning 5dan 1ni elib borgan bo'lsa-mu, 1971-yilgacha ikki davlatning o'rtasida hech qancha savdo qilinmagan. Munosabat yaxshilangandan keyin Xitoy dunyoning va Amerikaning eng chong import davlatiga aylandi. Prezident Nixondan keyin David Rockefellerning Xitoyni ziyorat qilishi ajablanarli emas edi. 1973-yilga kelib, ikkinchi qitim siyosat sahniga qaytib kelgandan Shopping 1974-yili Birlashgan Millatlar Tashkilotida qasam qilib, o'zining har vaqt ularga sodiq qolganligi to'g'risida va'da berdi. 主席现在
中国现在不是，将来也不如超级大国。如果中国有朝一日变了颜色，变成一个超级大国，也在世界上称王称霸，到处欺负人家、侵略人家、剥削人家，那么世界人民就应当给中国戴上一顶社会帝国主义的帽子，就应当揭露它、反对它，并且同中国人民一道打倒它。1976 yılı Mao Xitoyning o'limidan keyin Xitoyning rivojlanish tarixi boshlandi. Va bir yildan keyin Deng Xiaoping 3-chi qitim siyosat sahnasiga qaytib keldi. 1979 yılı Xitoy-Vyetnam urushidan keyin Kommunist partiya rahbarlari ichida Amerika va Yaponiya bilan hamkorlasha oladigan birdan-bir nomzod Deng Xiaoping harbiy kuch va ijroiya kuchini qo'lga kirgizdi. Oxirida u Mao Zedongning izidan minayotgan Huagofengni siyosatga yetim qoldirish orqali partiya ichida o'rnini mustahkamladi. Huagofeng vazifasini iste'fo bergandan keyin u eshikni sirtqi echib etish siyosati bilan shaxsiy mulkchilik va erkin savdo bozorini echish siyosatlarini dag'dam yurgizdi. Davlat raislarining umrlik turish tuzumini bekor qilishni ilgari surdi. Planliq tug'utni tashabbus qildi. Majburiy ma'rifni ilgari surdi. Shuning bilan 1980-yillardan boshlab G'arbning korxonalari Xitoyga kirdi. Keyingi vaqtda Deng Xiaoping Xitoy vaziyatini mono so'zlar orqali ifodaladi. 开放发展经济，真不得改善人生活。这个任何一条路都是死的。 19-asrdan keyin insoniy huquq shartlari kuchaygan, ishchilar haq-huquqiy qo'g'dilishga chaqirilayotgan G'arbga qaraganda, insoniy shartlar va ishchilar huquqi qo'g'dalmaydigan, nupus soni ko'p va ocharchilikda qolgan Xitoyga mablag' silish sömürgüchi kuchlarga to'liq qulay keladi. Dunyoviy shirkatlar tuvan maliyatlar badaliga Xitoyda ishlab chiqarishga boshladi. Xitoylar yezli qishloqlardan shaharga ko'chishga boshladi. Arzon emgak kuch ochdi. Ma'rif sistemasi orqali texniklar tarbiyalanib chiqdi. Erkin iqtisodiy rayonlar qurildi. Shanxay kabi erkin iqtisodiy rayonlar Xitoyning iqtisodiy yetakchi rayoniga aylandi. Bu rayonlarda sömürgüchi kuchlar texnik ko'p foyda qozondi. 1997-yili Shangang Xitoyga qaytarildi va Xitoyning moliya aloqasining darvozasiga aylandi. 2001-yili Dünya Savdo Tashkilotiga kirib, arzon emgak kuchi bilan biroqla dunyoning zavodiga aylandi. Nike, Apple, Adidas qatorliq gigant markalar Xitoyga ko'chdi. Mahsulotlardagi Made in China har yerga tardi. Bugungi kunda Xitoy Yaponiyani orqada qoldirib, dunyoning ikkinchi iqtisodiy kuchiga aylandi. 2009-yilda ishlab chiqarishda dunyoning lideri holiga keldi. 2030-yilga kelganda Amerikani orqada qoldirib, dunyoning birinchi iqtisodiy kuchiga aylanganligi faraz qilinmoqda. Wuhandagi ko'plagan fermalarni JP Morgan qatorliq Amerikaning qurg'uvchi bo'g'ilari qurdi. Xitoydagi ko'plagan raqamli qurilishlarning asosiy ularning qo'lida. Dunyodagi eng boy Yahudi jamoatlardan Rockefeller, Rothschild qatorliq Yahudi lobbilari va boshqa G'arbning xalqaro mablag' silish shirkatlari Xitoyning pay bozorida pay setish va obro'y chiqarish qatorliq mablag' silish bankchiligi mulozimatlarida yetakchi bo'lib, Xitoydagi texnika shirkatlari va yeshil energiya turlariga mablag' solgan. JP Morgan Jungodagi obro'y boshqarish va texnik shirkatlarga mablag' silish bilan yetakchi. Rothschildlar Jungoda ishchimlik va texnik sohasida, Rockefellerlar sağlamlık ve enerji qatorliq turlarda faaliyet qildi. Amerika'daki o dediğim devlet yapılanması. Çin'i zorla Doğu Türkistan'ı Çin'e verdiler. Yetmedi 1000 yıllık 948 yıllık Türk ülkesi İran alındı, Farslara verildi. Dünyanın gayri safi milli hasılası 100 trilyon dolar. Bunun 25,4 trilyon doları Amerika Birleşik Devletleri'nin, 24 trilyon doları Avrupa'nın. İkisi dünyanın yarısını aldılar mı? Yaklaşık %17'si de dünyanın Çin'in. Çin'in ekonomisinin %17 dedim ya, onun %14'ü de Londra'ya bağlıdır. Çin'i ayağa kaldıran, 5 kuruş parası olmayan bir ülkeyi 40 yıl içinde dünya devi haline getiren para
Nereden bulacaksın bu kadar parayı da her gün yeni bir fabrika kuracaksın? Hep insanlara hayal anlatıyorlar. Öyle bir şey yok. Çinli çalışkan falan değil. Kapitalizmning zo'rayishida va dunyoviy markaning yuksalishida Xitoyning ta'minlagan arzon emgak kuchi va arzon tovarlarning buyuk hissasi bor. Kunsiri qo'rsiq to'ygan Xitoylar texmi arzon emgak kuchidan foydalanish uchun ishg'ol ostidagi Sharq Turkiston xalqining beshiga baloy musibatlarni elib keldi. Boyliqlarimizni talon-taroj qilgani yetmadi. Balki hamda mehnatkash xalqimizning qon tarini sömürgücü kuchlarning dunyoni arzon tovar bilan ta'minlanishini kapolatga ega qilish uchun kechimi kunduz sömürmoqda. Xitoy dunyodagi eng chong ishlab chiqaruvchi bo'lish sifati bilan bu mahsulotlarni dunyoga elib chiqish uchun bir yo'l, bir balvoq planini o'tirib qo'ydi. Va buning bilan irqiy qirg'inchilikni necha oshirdi. Dunyo iqtisod munbiri qurg'uvchisi Klaus Schwab Xitoydagi ishongusiz besimlar, kishilik huquq dafsanchiligi, irqiy qirg'inchilik, millionlagan kameralar bilan kuzatilgan diktatorlik bo'lishi qaramay, Xitoy dunyoga namuna deb e'lon qildi. Respect China's achievements, which are tremendous over the last over 40 years. I think it's a role model for many countries. 70 yıldan bu yan sömürgücü güçler Amerika'nın arkasında durup Amerika'nı kural kılıp dünya siyasetini şekillendirdi. Bugün hemen narsa rakamlaşken dünyada dünyanı başkuruş için texnik köp güçlük devletlerge ihtiyacı var. Bunda köp kutupluk dünyada devletler öz güçleri bilen birbirini tanklanlaştırdı. Hiç kandak devlet erken hareket kılalmaydı. Şundak bulgandılar sömürgücü güçler devletlerge bulgan tesirini ve kontrolünü texim aşırdı. Şunlaşka ular Amerika'nın emez, belki Jungo'ga o'xshagan nurg'un davlatlarni qo'llaydi va qurmoqchi bo'lgan yangi tartibning bir qismi bo'lishini maqsad qildi. But to me the most important aspect was that it was an assertion by China of participating in the construction of an international order. I would like to thank you very much. I would like to thank you personally also for the 50-year-long mentorship and all the advice you have given me. Thank you, and we appreciate it very much. Please join me.